Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, Unikus kanalimiz obunachilari, hamkasblar, aka-ukalar. Barchalarga ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bir qator mana Nijniy Gareniya katolimiz tayyor oldi. 22 kilovatli. Tushuntirib o'tkazaman, obzorini qilib. Katolimizga zabaskor ruchkalar qo'yilgan. Bu joyi topkasi. Ko'mir zapravka qilinadigan joyi. Shu ham reshotga qo'yilgan. Ko'mir sig'imi 40 kilodan 55 kilo, 60 kiloga ko'mir sig'adi. Bunkerini ham katta qilib qilganmiz. Reshotkasini kulaydigan mexanizm qilib qo'yganmiz. Rishaq qo'yilgan ruchka oldiga orqaga qilib 10 soatda bir, 15 soatda bir kulini qoqib qo'ysa, yana yonib yaxshi ishlab ketaveradi. O'sha eshiklariga keramika azuz iplar qo'yib, 1,5 gradusga chidaydigan germetikaga o'tkazilgan. Stillarni ham germetikalab qo'yganmiz. Qaydan ko'chib, eshik ochilib yopilganda ko'chib deformatsiya bo'lib ko'chib ketmaydi. Bu joyiga 4 mm azuz qog'ozdan 2 qavat qilib turib, o'rtasiga 5 cm bazalt solib, sendvich qilib turib zag'rushka qilganmiz. Issiqlik o'tib, tepla bateriya bo'lmasligi uchun. Eshiklar ikki tomonidan ham ligirovka bo'ladi. Kraskalari 1200 gradusga chidaydigan kraskalarni kraskalayapmiz. Mana bu joyi qurumini tozalaydigan joyi. Bu yerdan mana qurumini tozalanadi. O't bu yerdan chiqib turib, pastga kirib ketadi. Keyin bu ikkita kaseta bor. Aylanib chiqadi. Mo'riga keladi, dimoxodga. Klaperlarni ham qilib, ligirovka qilingan. Bu joyiga tuyni qilib qo'yganmiz. O't yonishini ko'rib turgani. Shu joydan ochilib yopiladi. Dimoxodlariga ham azbizni shuni o'rab, germetikalab qatirilgan. Bu joyiga o'rtasiga nejeveka bolgaka qilib qo'yilgan. Ertaga kondensat olib, zang bosib chirib ketmasligi uchun. Umuman havo tortmaydi, havo ham chiqmaydi. Shu yerdan bo'shatib tozalanadi dimoxod. Padacha qo'yilgan. Abratga tentonni bu joy qurumini oboradigan joyi, axlatlarni. Ruchkalarni ham to'liq yig'ilib, to'liq chachiladigan qilganmiz. Bu joylariga ham azbizni shuni ro'rab zag'lushka qilingan. Bu to'rimizni mabodo ko'mirni katolda o'chirish kerak bo'lib qolsa, avariyli holat bo'lib, shu to'rimizni bo'shatib olinadi. Ruchkani oldiga tortilsa, bu reshotka tashqariga chiqiladi. Reshotkamizning qalinligi 2,6 cm. Shunaqa zakas qilib, uzara xizmat qilish uchun qalin qilib quydirilgan. Reshotkani yana oldiga turib, o'zinglar joyiga tushib qoladi. Bu yerda kuldoni bor. Kuldoni ham katta qilib qilingan. Pastki eshigiga ventilator qo'yib ketganmiz. Ventilatorni pananitlar bilan qatirilgan. Havo tortmasligi uchun ventilatorga nejevekadan klapan qilib qo'yganmiz. Buni qilishimizdan maqsad ventilator o'chgan mahal shu joydan mo'rini tortish kuchi bilan dimoxodni shu yerdan havo tortib, misol 60 gradusga qo'yib qo'ysanglar katoldi. Kontrollarda shu 75, 85, 90 bo'lib ko'tarilib ketadi. Shuning uchun klapan qilinadi bunga. Nejevekadan qilishimiz sababi shu nagar ancha-muncha qurum ushlamasligi uchun nejevekadan qilganmiz. Ventilator yonganda ochiladi, ichganda to'liq yopilib qoladi. Bu yerga shunaqa tosh qilingan, strativa bez. Shu yerdan ligirovka bo'ladi shu gaykadan. Og'irligi. Kabel qo'yilgan, termostoyki kabel qo'yganmiz. 180 gradusga ochiladi. Kuyib muammo bo'lmasligi uchun nejeveka gofradan trassa qilib shunaqa montaj qilib qo'ydik. Nijniy Gareniya katollarda bu joyda eshigi bo'lmaydi.
o'tin ko'mirdan, shu ko'mirdan tosh, axlatlar chiqib qolsa, shu yerdan oborgani qulaylik bo'lish uchun shunaqa eshik qo'shib ketganmiz. 8 mmlik o't qaytaradigan list qo'yilgan. Yopilganda ham ichki rubashkasi bilan tekis olib qoladi. Bu joyiga kontroller qo'yilgan. Gradus 60, bu tomondan 60 gradusga qo'yib qo'ysanglar 60 gradusga chiqib o'chadi, 70 gradusga qo'yib qo'ysanglar 70 gradusga chiqib o'chadi. Bu tomonidan yonishini ligirovka qilasizlar. 30 ga qo'yib qo'ysanglar 30 ga soviganda, 30 ga tushganda 30 da yog' beradi. Shu oralig'ini ham ligirovka qilsanglar bo'ladi bu bilan. Bu joyda voltmetri bor. Bu avrotini balandlatib pasaytirgan regulyatori, ключатори bor. Zavazkoy narsa. Xitoydan olib keldirdik. Katalogimiz ochiq sistemaga mo'ljallangan. Zakrytiy sistemaga mo'ljallanmagan. Расширительный baki bilan qo'shib qilib beryapmiz. Bu joyiga mabodo расширительный muzlab qolgan avarinniy holatiga 3 balli zirnoy klapan qo'yib ketganmiz. Расширительный muzlab qolsa shu yerdan o'tib boradi, katel portlab ketmasdan. Bu joyiga termodachik qo'yib ketganmiz, gradus ko'rib turgani. Klapanlari shu joydan ligirovka bo'ladi. Ochiladi. Orqa tomoni shu yerdan ochiladi. Boshida yaxayotganda bu klapanlarni ochib qo'yasizlar. Katel bir qator mo'ri tortib qizib olgandan keyin qo'yasizlar. O'tin yonib cho'g'i tushgandan keyin ko'mir zapravka qilinadi, yonib ilashib ketaveradi. Kimga shunaqa katyollar kerak bo'lsa, nomerlar qoldirib qo'yamiz, murojaat qila olasizlar. Qo'llab-quvvatlayotgan barcha ukalarga rahmat aytib ketaman. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.